Assalomu alaykum. Boshlovchilari. Marhamat tumani Robot qishlog'ida teraskamizni o'rnatib bo'ldik. Ushbu teraskamiz 2 metrdan, hop, 6 ta, bitta 32 ga 2 metr bitta. Kasprov Plus zolotoy deb materialni olib kelib o'rnatib berganmiz. Двойной yodvoyni podagonlari bilan hammasini bir tekisda batalyoga yopishtirib o'rnatib berdik. Betga 6 ta rom, bitta guli qo'ysa, keyin 1.20 ga 2.40 eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. Betga Alpro zolotoydan balkon profil splashni ochiladigan qilib berganmiz. Bu ham original ruchka zamoy. Falconga tegishlik. Yopilishiga baho berasizlar. Ruchkani 90 cm 95 cm ga qo'yib berganmiz. Qulflanishlari. Original lambreylar, zazorlar devasini yopishib oladi. Tomonni zazorlari betondan olingan. Bu eshigimiz hop 5 tadan oshiq qo'yib berganmiz. Dupmakko oshiq-moshiqlar zolotoyga. Liniyalari ham tekis holatda. Hop, adisher o'kinnilar hammasida bittadan ochilish 3 skorlik ochiladi. Hop, bitta mexanizmlari bor. Yopilishlari go'zal holatda. Hozir tomonlarni ham ko'rsatib beramiz. Boshdan oxirigacha podagonli qilib berganmiz. Podagonlilarimiz Akplas. Betga eshikka tegib oladigan bo'ladi. 1.5 cm moslab chiroyli qilib berdik. Ertaga eshik ochilsa tegmaydigan qilib. Taylari ko'rayotganlaridek 100% penalangan. Hop. Choklari choklarni ko'rsatib beramiz. Choklari ham rosa go'zal holatda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Aynan joyi bor xolos. Har bitta choki e'tibor bilan qilingan. Ko'rasizlar. Yaxshi chok. Shtabilari ham go'zal holatda kelgan. 2 3 mexanizmlari go'zal holatda ochilyapti. Yonga ochilishi, orqada zatsepkalarni ham qo'yib berganmiz. Original soedinитель, to'liq metal, polvon samarezlarni urib podagonga qilib berganmiz. Hop, bu tomonni ham oldin qilib berganidek balkonlarini, bu eshiklarda ochilib yopilishi. Zazor yo'q umuman. Bularda ham to'rttadan oshiq bu xonadonimizga hop 3-marta eshik romlarimizni qilib berishimiz. Hammomlarigacha qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hop, to'liq mexanizm bo'lgan. Narxini oxiriga aytib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Zatsepkalari to'liq qo'yilgan.
Original soedinитель. Oltita rom, 6ta mexanizm. Naryoqlarni ochganim yo'q. 3tasini ochib qo'ydim mana. Havo aylansinga zo'r joy bo'ldi. Hop, penalar mana boshidan oxirigacha qilingan zazorlar go'zal holatda. Har bitta ustunni orasini ham penalab chiroyli qilib berganmiz. Patologiyaga yopishtirib, havo kirmaydigan qilib o'rnatib berganmiz. Hop, Kasparov Plus 6000 quvvatli materialida двойной yodviy oyna padagonlilari bilan bitta eshigi, balkon profil, alyumin balkon profilda bo'lgan. Narxi 26 million so'm bo'lyapti. 26 millionning ichiga 2 ga 2 metr pashti, 2 ga 2 metr eni ozginadan farq qiladi. 1.96, 97, 80, eng kichkinasi 85 dan 2 metrgacha bo'lgan romlarimiz bor. Hop, buni toshni razmerida video oxiriga yozib qo'yamiz. O'sha aytganimdek, aniq razmerini topgan odamga kartasiga 50 ming so'm tashlab beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Hop, bu tomonda teraskasi bor edi. Hozir buni Redpen Zalatoy qilib bergan edik. Zalatoy Redpenniki kelmayotgan sababli Kasparov berdik. Bu tomonda bu romlarimiz bor edi, mana yerga o'rnatilgan edi. Tevasi pastlaydigan bo'lgan sababli mana buniki pastlagan, liniyasi bitta bo'ladigan bo'lib, endi bu tomonni ham sug'urib berdik. 3-4 kunda tevasini qilish bo'lsa, olib kelib o'rnatib beramiz. Ularning ham ochilib yopilishlari go'zal holatda turibdi. Kommentariyada mana shu teraskani uzunasini kim to'g'ri aytsa, kartasiga 50 ming sirazi tashlab beramiz. Eng kichkinasi 1.85 dan, yo'q, 1.75 ekan. 1.75 dan 2 metrgacha bo'lgan razmer. Boshi 1.32 sm ga 1.99, bunisi boshlangan. Har bittasi 6 ta razmer. 6 ta razmer, 6 xil. Kimda kim to'g'ri topsa, kommentariyadan aniqlab olamiz. Shu odamga kartasiga pul tashlab beramiz. Hozir mexanizmlar hammasini ochib, tashqaridan ko'rsatib beramiz bitta. Alyuminli ichkaridan ochilib yopilishi. Mexanizmlari mana har bittasi ochiq holatda turibdi. Endi navbat nari tomonga. Polvontoshda, Rovot qishlog'ida Ibrohim akam uyda turibmiz. Ushbu klientimiz ham Rossiyada turib, zakaz bergan, oldingi ishlarni qilib berganimiz uchun. Buni o'sh tevasi pastga tushadi. Kelib o'rnatib beramiz. Narxi 26 million so'm bo'ldi. Hammasi plus, bitta eshik alyumin. Hammasi двойной oyna, yodviy, sulujniy mexanizmlari bilan go'zal holatda qilib ishlarni bitirib berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Quvasoyevga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatimiz butun vodiy bo'ylab va Toshkent shaharlararo qilib beramiz. Dastavka ustanovkasi besplatniy. Kuzatib borishda davom etaring. Kommentariyada razmerini taxmin qilib ko'ringlar.